Salom anime muxlislari. Animeni o'zbek tilida qidirayotdingizmi, lekin topa olmayapsizmi? Anibla birinchi fandom Telegramda. Anibla TVga kiringlar. Bizning Telegram kanalimizda sizlar qaysi anime va qayerda o'zbek tilida chiqayotganiga batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Oldinlari osmondagi yulduzlar hali hozirgidan kamroq bo'lgan paytlarida tosh otib o'tiraverish jonga teggan xudolar juda ko'p jonzotlarni yaratib va ular uchun yashaydigan dunyo yaratib berishgan. Odamlar va elflar, dvorflar va kaltakesar odamlar ular sayohat izlashga tushadi. Bir xillarida yutadi, bir xillarida esa sayohatda o'lishadi. Zo'r-ku? Judayam zo'r. Bu nima, qanaqadir jodumidi? Haqiqiy ustaning ishini sehr va jodudan ajratib bo'lmaydi. Meni oldimda shu gaplarni gapirish shartmi? 1 2 To'xta, sen nima qilsan? Ularni hid sezish qobiliyati yaxshi. Ayniqsa qizlarni, bolalarni va elflarni ham yaxshi sezishadi. Yo'q, rahmat. Iltimos, kimdir uni to'xtatinglar. Ko'nikib qolasan. Telegramdagi Anibla TV kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz beradi Zabot, tarjimon LD, timing shot. Goblinlar qotili 4-qism. Marked up by your shadows. Tighten up the senses, no fairness. It's needed for pigs. Laughter so hard, playful smiles, guide gets wrong. Bathed in sorrow, my sorrow is built upon your flesh. To the lies of the kind, to reclaim what's rightfully Meni kamtar nigohim bo'yicha bu qanaqadir muqaddas qal'a. Xudolar paytida bu yerlarda juda ham ko'p janglar bo'lgan. Balkim o'shanda shu qal'ani qurishgandir. Lekin ko'proq bu qal'ani odamlar qurganga o'xshaydi. Askarlik etgan, uning o'rniga esa bitta goblinlarmi? Vahshiylik darajada g'alati. Nafaqat bu vahshiylik. Namuncha sassiq bo'lmasa, cho'milib chiqqaningizdan keyin unaqa sassimaydi. Sal-pal. Gapimni eslab qol, qaytishimizni bilamsan, men afsus chekasan. Eslab qoldim. Yer osti yerlariga men o'rganganman, lekin bilasizlarmi, bu yerda juda ham qanaqadir g'alati. Tushunishim bo'yicha u spiralli. Demak, minoraga o'xshab qurilgan ekanda. To'xtinglar. Nima bo'ldi? Ogohlantiradigan qopqonmi? Shunaqaga o'xshaydi. U yaqinda qo'yilgan ekan. Shuning uchun ham ko'rib qoldim. La'nati goblinlar. Ularni qiliqlari menga yoqmayapti. G'alati. Nima bo'ldi? Totemlar ko'rinmayapti. Gap qisqasi bu degani, bu yerda goblin shamanlar yo'q. Agar shamani bo'lmasa, biz demak tez uddalik emasdi. Yo'q, menimcha, totemlar yo'qligimizni bizning ayni muammoyimiz. To'g'ri. Oddiy goblinlar buni qopqonni qo'yish olishmasdi. Demak, ularda boshlig'i bormi? Shunaqa deb hisoblash kerak. Janob goblinlar o'ldiruvchisi, sizni so'zlaringizga ishonsak, siz kattalarni ham yo'q qilgansiz. Qanaqasiga? Goblinlarni yondirib chiqarib birma-bir o'ldirardim.
Yillarni yondirib yorib va oqar suvdan suv separdim. Ko'p narsa qilsa bo'lardi, lekin bu yerda ularni qilib bo'lmaydi. Izlarimni topa olasanmi? Oddiy g'or bo'lganida topa olardim, lekin bunaqa qattiq yerda. Qani qochchi. Chapga yurish kerak, ular o'sha yerda uxlashyapti. Siz buni qatdan tushundingiz? Yerni bosib tashashdi. Ular har doim yoki chapga yoki o'ngga borishadi, yoki tashqariga chiqishga harakat qilishadi. Janob goblinlar o'ldiruvchisi, nima bo'ldi? Birinchi o'q taraf yoqqa boramiz. Lekin goblinlar chap tarafda-yu, yoki noto'g'rimi? Ha, lekin uni qilsak biz kech qolamiz. Sassiqligini. Burninglar bilan nafas olinglar, tez o'rganib qolasizlar. Bu qanaqa joy? Chiqindilarni bu yoqqa tashishadi. Chiqindalani? Bu yana nima? Janob goblinlar o'ldiruvchisi. O'ldiringlar. O'ldiringlar. U hali nafas oldi. Tezroq sehrini ishlat. Xo'p. Goblinlar qotili bu nimasi? O'ldiringlar. Xo'p. To'xting. Uni hali qutqarib qolish mumkin. Uni qilma. O'ldiring iltimos. Uni. Uch. Mani kim ko'rayotganligini bilmayman, lekin men bu yerda faqatgina goblinlarni o'ldirish uchun. Iltimos. Ular hammasini o'ldiring. Albatta. Iguanodon odamimizning shoxlari. Iltimos akalarimdan bittasi tirilib yursin. Ajdodlarimdan olgan jodoyim. Ejderxon tishlarini jangchisi. Mana xat. Men ham muammoni yozib qo'ydim. Qutqar uni. U qiz bolani o'rmon qishlog'iga tiriklayin olib boradi. O'zi botda nima botdi? Qanaqadir g'alati tushga o'xshatdi. Mana u. Qo'lingizdagi nima? Qal'ani xaritasi. Uni popkasida edi. Demi elf qiz shu xaritani ishlatgan. Agar chap tarafga borsa, oxirida balkonga chiqamiz. Demi u to'g'ri yo'l ekan. Sen menga ishonmaganmiding? Ishonganman. Lekin qanchalik ko'p narsa bilsa shunchalik yaxshi. Sen ko'tarib ketasan. Ketdi. To'xting. Siz qo'pollik qilyapsiz. Hech qisi yo'q. Biz oldinga yurishimiz kerak. To'g'ri. Biz goblinlarni o'ldirishimiz kerak. Nechta jodoying qoldi? Mantiqlanish jodosini ishlatuvdim. Shuning uchun ikkita qopti. Men ham 3 marta jodoyimni ishlataman. Lekin ejderho tishining jangchisiga xomashyo kerak. Shuning uchun bu jodoni atigi 1 marta qo'lla olaman. Menda 4 yoki 5 ta jodoyim bor. Tushunarli. Chan qamadingmi? Rahmat. Kamroq yeb, kamroq ich. Qon aylanishi sekinroq bo'ladi va sekinroq yurib qolasan. Goblinlar qotili. Balkim siz bas. Bu narsani aytish kerak. Davom ettira oladigan bo'lsang yur, bo'lmasam orqaga qayt. Ahmoqona gaplarni gapirish bas qil. Men renjerman axir. Agar ketsam, sizlar qorovullarni va qo'pqonlarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Bironta ilojini topa olamiz. Jonga tegding. Hech qayerga ketmayman. Ularni elf qiz bola bilan qilgan ishlari ifloslar va mana shaharim ham juda ham yaqinda. Tushunarli. Bo'lmasam ketdi. O'zingni bas, quloq o'zin. Dushmanlarning yerida shavqin ko'tarma.
Goblinlar dvorflarni ashaddiy dushmanlari eslab qol. Birgalikda ular bizani, yerdoshlarimizni ustidan unaqa iflos ish qilgani uchun adabini beramiz. Dvorf bilan rozi bo'lgim kelyapti, lekin botida sen haqsan. Kechiringlar. Nihoyatda sen o'zingga kelding. Nima? O'zing ham ko'p turibsan-ku. Ular juda ham ko'p. Bu muammo emas. Nima? Janob goblinlar o'ldiruvchisi, sizda bironta reja bormi? Ha. Qo'shiq men bilan birga et, qo'shiq men bilan birga et. Va uxlab qolganimizda hamma joyda vino bilan sepayotganimizni ko'ramiz. Mehribon ona yerimiz. Iltimos, bizga tinchlikni sovg'a qil va bu dunyo uni qabul qilsin. Ichkilik va tinchlik. Shu qo'llangan usul bo'yicha hamma goblinlar uxlab qolishgan. Ular shovqin ko'tarishmaydi va ovozini chiqarisholmaydi. Biz uchalamiz esa ketma-ket ularni har bittasini o'ldiramiz. Juda ham suyuq ekan. Tushunarli. Dushmanlarning qurollari bilan. U nima? Shunaqa ishlarni bir o'zi qilganmi?